Dünyada topganim nima arzimaydi o'zizdan dada. Quvvat olib yashayman faqat sizni aytgan so'zingizdan dada. Kamingizni bildirmagansiz, g'amingizni bildirmagansiz. Bardosh qilib ko'zingizdagi namingizni bildirmagansiz. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. G'ururimsiz or bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Borligimga sababim dadam, iziz qibla tarafim dadam. Siz tufayli bor mening nomim, sha'nim o'zim sharafim dadam. Do'stim ulgur ko'zingni ochgin, to'yib quchgin bag'ringga bosgin. Senga aytolmaydi qalbida, senga mehri daryodek toshqin. Omadimga yor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Qalb so'zimda tor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Hey, omadimga yor bo'ling dada, baxtim uchun bor bo'ling dada. Qalb so'zimda tor bo'ling dada. Suyanganimsiz, gar qoqilsam kuyunganimsiz. Ko'zingiz och qolganda ham o'zi yemay ilinganim. Dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam. Dardni dard deb bilmagan otam, qaddi sira sinmagan otam. Farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam. Farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam. Otajonim, mehribonim, qadrdonim. Otajon, otajonim, mehribonim, qadrdonim. Otajon. Bolam chaqam qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan. Bolam chaqam qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan.
umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Umrim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam. Otajonim, mehribonim, qadrdonim otajon. Otajonim, mehribonim, qadrdonim otajon. Ayb ish qilib qilsam gar xato, nuqsonlarim bilmas muammo. Ayb ish qilib qilsam gar xato, nuqsonlarim bilmas muammo. Yarim tunda uxlamay hatto. Assalomu alaykum azizlar, mana bugun 16-aprel sanamizda O'rta Turkman qishlog'iga tashrif buyurdik azizlar. Bugun Bekzod akamizni shukrona kunlari munosabati bilan 4 nafar qizaloqlari hamda turmush o'rtoqlari, uzoqdan Turkiyadan qaynopalari Zulayho opamiz hamda Moskvadan Shahnoza opajonimiz qaynukalari Shahbozjon akamiz tomonlaridan hamda kelinlari Gulshod opamiz tomonlaridan va singillari Sitorxon opamiz tomonlaridan tashrif buyurdik azizlar. Albatta bizni kuzatishda davom eting, marhamat. Xonimlar va janoblar, qadri baland qadrdonlar, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan aziz dindoshlarimiz, barchalaringizga Allohning cheksiz salomlari bo'lsin deya sizlarga eng avvalambor yaxshi kayfiyat doimo hamrohlaringiz bo'lsin deymiz azizlar. Hozir mana shunday bir fayzli xonadonga tashrif buyurdik. Shu oralaringizda Bekzod akamizni shukrona kunlari ekan. Bekzod akamiz keling yonimizga, farzandlaringizni yoniga kelib oling. Marhamat. Turmush o'rtog'ingizni ham chaqirib qolamiz yoningizga. Mana shunday shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz eng avvalambor muborak bo'lsin deymiz. Mana shunday yoshlarning ko'pini ko'ring deymiz. Mana shunday kunlarda sizni yaqinlaringiz doimo yoningizda turgan bo'lishlarini niyat qilamiz akajon. Siz ayta olasizmi mana shunday surprizlar kim tomonidan deb o'ylaysiz? Albatta to'g'ri bugun sizni mana shunday kunda xursand qilamiz deb niyat qilgan ekanlar. Bugun sizni o'zingizni yakkayu yolg'izingiz, turmush o'rtog'ingiz hamda 4 nafar qizalog'ingiz, uzoqdan Turkiya safarlarida yurgan qaynopangiz Zulayho opamiz, Moskvada yurgan qaynisinglingiz Shahnoza opamiz, qaynokangiz Shahboz akamiz hamda keliningiz Gulshod opamiz hamda yakkayu yolg'iz singlingiz Sitorxon opamiz tomonlaridan tashrif buyurdik azizlar. Olqishlab qolamiz albatta. Mana shunday shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Aytarman har so'zim dildan, soxta emas ishoning chindan. Qabul aylang tabrigim bugun, o'zgachadir siz tug'ilgan kun. Sizga tilaklarim ko'pdir shu bugun. Allohim barini ijobat qilsin, kisham yuraklarda qolmasin tugun. Doimo
baxtli yashang tilagim shudir. Yaqinlar baxtiga bo'ling siz omon, ma'noli, mazmunli o'tsin bu umr. Insonga so'zingiz bo'lsin bir darmon, doimo baxtli yashang tilagim shudir deymiz. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Hozir albatta sizni yaqinlaringiz o'zlarini chiroyli sovg'alarini, Allohning buyuk inomlari, Qur'on kitoblarini olib qo'yibdilar. Albatta farzandlaringiz tomonidan joy namozlar ilohim. Allohning doim sizlarga nazari tushib tursin. Olqishlab qolamiz albatta. Mana shunday chiroyli sovg'alar siz uchun qabul qilasizlar. Mana shunday chiroyli guldastalar onajonimiz uchun. Marhamat onajon, sizga ham mana shunday chiroyli gullar ochilib, chiroyli bo'lib yuringlar. Muborak bo'lsin mana shunday shukrona kunlar albatta. Onajoningizmi? Onajon keling shu yerga, siz ham keling. Keyin rasmi tushadi. Iloji bo'lsa bitta stulchiga olib kelsalaringiz onajonimiz o'tkazib qo'yadi. Albatta mana shunday kunda onajon farzandingizni dunyoga keltirgansiz. Albatta onajon mana shunday kunda sizga ham kuningiz deymiz. Onajon sizga ham o'g'lingizning umrlari ziyoda bo'lsin. Sizni ham umringiz o'g'lingiz uchun ziyoda bo'lsin deymiz. Mana shunday xonadonlaringizda mana shunday mehr oqibatiga ko'z tegmasin deymiz ilohim. Mana shunday kunda akajon sizni xursand qilamiz deb turmush o'rtog'ingiz farzandlaringiz shunchalar harakat qildilar. Albatta men bu yerga kelishdan oldin men sizni yaqinlaringizdan, turmush o'rtog'ingizdan, farzandlaringizdan, shu qaynopalaringiz, qaynsingillaringizdan so'ragandim. Ayta olasizmi? Sizni bugungi shu yaqin insoningizni qanday so'zlar bilan xursand qilay, qanday so'zlar bilan tabriklay deb so'raganimda ular menga aytdilarki, bugun bizni mehribon otajonimizni mana shunday shukrona kunlari. Ularni shunday so'zlar bilan tabriklangki, shunday so'zlar bilan xursand qilingki, ammo ularga oz dedilar. Aytdilarki, farzandlaringiz otajon mana biz 4 nafar farzandmiz. Albatta o'g'illardan ham ziyod bo'lib sizni, mana shu o'g'il farzandlardan ham ziyod bo'lib sizni Makka tilolariga onajonimni, otajonimni olib borish nasib etsin deb niyat qildilar qiz farzandlaringiz. Ilohim mana shunday Alloh bizga nasib qilsin. Sizlarni jannatlarda boshlaringizga toj kiydirishlik nasib etsin deb niyat qildilar farzandlaringiz. Shukrona kunlar, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin yana bir bor. Shirinliklar ham siz uchun olib qo'yibdilar. Albatta mana shunday shirinliklar, hayotingiz mana shunday shirin bo'lsin. Sizlar uchun albatta mana shunday shirinliklar qabul qilasiz yaqinlaringiz tomonidan albatta. Bugun sizni ko'nglingizni ozgina bo'lsa ham ko'targan bo'lsak, biz ham bag'oyatda xursandmiz. Mana shunday shukrona kunlar muborak bo'lsin. Albatta hozir sizni qiz farzandlaringiz o'zlarini chiroyli so'zlari bor sizga aytgan. Albatta farzandlaringizga beramiz so'z navbatini. Asalxon qizingizga so'z navbatini beramiz. Albatta bugun hammani oldida sizni qanchalik yaxshi ko'rishni aytmoqchilar. Keling Asalxon. Dadajon, tug'ilgan kuningiz bilan yuzlari kiring. Niyatga bo'lsangiz, niyatingizni ayting. Biza bosh sog' bo'lib yuring. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, biza jannatdan bitta uy padaqa qilamiz. Dadajon, sizni biza xo'jayin bo'lamiz. Sizni eng baxtli inson qilamiz. Tug'ilgan kuningiz bilan. Şiriyan. Can tabrikler sizlerki. Can tabrikler sizlerki. Kattakon rahmat. Mana shunday farzandlaringizni albatta ko'z yoshlari ichida sizni
ko'pgina mehrlaringiz turibdilar. Hozir so'z navbatini albatta umr yo'ldoshingizga ham bermasak bo'lmaydi. Albatta umr yo'ldoshingizga ham so'z navbatini beramiz. Marhamat opajon. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Dadajonisi, Muzora Krimiloyim, boshimga sog' bo'ling. İyi doğdun, seni seviyorum. Kattakon rahmat deyman opajon. Ilohim mana shunday oilangizga ko'z tegmasin. Ilohim yaxshi va yomon kunlarda bir-birlaringizga tirgak bo'lishlik, uzoq yillar tirgak bo'lishlik nasib etsin. Mana shunday baxtlaringizga hech qachon ko'z tegmasin deymiz. Albatta hozir so'z navbatini onajonimizga ham beramiz. Onajon, bir o'zingiz chiroyli tilaklaringizni aytsangiz. Sizlar avvalambor shu o'g'limni tug'ilgan kuni ham. O'g'lim hozir 37ni to'ldirib 38ga kirdi. Iloyim yana qushda shunaqa 37dan to'ldirsin. Qizlarini eson-omon, sog' salomat to'y qilsin. Xudo o'g'il farzand bersin. Mana bu yangi imoratlarimni. Baxtli bo'lsin kelinim bilan kuyov, qo'sha qarisin, yuzlara kirsin bacham. Boshqa hech nimani ziyod nima qilolmayman. Tilim ojizman. Bacham yuza kirsin bo'ldi. Sog'likka bo'lib boshimizda. Jiyanlar ham bitiribki. Kattakon rahmat aytamiz hozir. Jiyanlaringiz ham bor ekanlar. Marhamat. Tog'ing Sizlarigina. Kuzatang. Kattakon rahmat aytamiz. Ilohim yuzlarga kirib yuring. Mana shunday baxtingizga hech qachon ko'z tegmasin deymiz. Albatta hozir dadajonimizga ham so'z navbatini beramiz. Albatta bitta chiroyli duo qilib qo'yasiz. Marhamat. Alo. İlahi bana oğlan, bana ne yapacağım seni? Bana 32 yaşta, İlahi, bana 3 yaş, Osmanlı çok araba, yaşlılara, uçaklara, bana Yahya, bunlar koyacak. Bunlar ne yapacağım? Hakları tutmamak. İlla ve ülküle. Bek Zokan balam yuzdan yetdi. Kim bilan qo'sha qari. Nima niyatlagan bo'lsalaring niyatlaringiz. Ana qora ko'z bolalarimni katta qilib, katta yaxshi ko'rganlarga qo'ysin. Nima yana niyatlagan bo'lsalaring niyatlaringiz. Kattakon rahmat aytamiz. Sizlarga ham ilohim mana shunday. Sizlar ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, umrlaringiz ziyoda bo'lsin. Akajon, hozir sizning farzandlaringiz albatta dada sizni yaxshi ko'raman degan qo'shiqlarni o'zlari xirgoya qilib sizga shirinliklar uzatmoqchilar. Marhamat. Siz uchun akajon mana shu qo'shiqlar. Bizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyodagi tabarruk inson, sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarim yoqay, yoningizga yuguray chaqay. Kiming bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman, dada sizni yaxshi ko'raman. Dada
bilan yaralgan dunyo aytolmadim shu so'zni goho dada sizni yaxshi ko'raman har kim sizni o'ylasam hamki mehringizga to'ymasam Kattadan katta rahmat aytamiz. Mana shunday farzandlaringiz sizni tabrikladilar. Albatta bugun mana shu farzandlaringiz tabriklayaptilar sizni. Barchamizni ko'zimizga yosh keldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ilohim farzandlaringizga ham chiroyli baxtlar nasib etsin. Otajoningizni, onajoningizni duolarini olib yuringlar deb niyat qilamiz. Hozir shu yerda sizni aytangiz hamda kelinlaringiz ham bor ekanlar. Shu kishilarga ham so'z navbatini beramizda, so'zimizni yana davom ettirgan holda sizning uyingizga ham beramiz. Albatta keling. Assalomu alaykum hammangizga. Kelibsizlar, sizlar ham hammani yaxshi kunini mana shunday xursandchilikdan o'tkazganlaringiz uchun rahmat sizlar avvalambor. Aka, Ro'shan tabrik qilmoqchi. siz dunyodagi bilasizmi eng baxtli odamsiz. To'rtta qizingiz bor, jannatda odamsiz. Xudoyim ilohiy farzandlar jannatda toj kirgizsin sizlar. Qizlaringiz. Umringiz uzoq bo'lsin, yomon bilan qo'sha qaring. Men sizlarga o'g'il bersin Xudo deyman. Xudo nima bersa bersin, lekin hammasi mana shu qizlaringizdek aqlli va ma'no bo'lsin. Yana bir bor sog' bo'linglar. Sizlar ham. Kattakon rahmat aytamiz. Akajon keling siz ham. Qachon nima niyat qilganmiz, niyatingiz ammo bachalaring boshida sog'. Rahmat aytamiz. Shu tilaklarni o'zlaringizga ham beramiz. Marhamat keliningiz ham so'z navbatlarida. Hech qachon kasal bo'lmang. Kelin bilan baxtli bo'ling. Basharangiz boshda sog' salomat bo'ling. Rahmat aytamiz sizga ham. Kattakon rahmat aytamiz. Mana shunday dil so'zlar albatta siz uchun. Mana shunday oilangizni mehriga ko'z tegmasin. Albatta bugun gapiring marhamat. Assalomu alaykum avvalambor. Tug'ilgan kuningiz bilan, shukrona kuningiz bilan tabriklayman. Eng yomon kuningiz shunday bo'lsin. Bachalaringizni huzur halovatini ko'ring. Yomon kunlaringiz bo'lmasin. Hamma vaqt boshingizga ota-onangiz, bachalaringiz, farzandlaringiz sog' salomat bo'lsin. Rahmat aytamiz. Sizlarga ham katta rahmat. Sizlarga ham kattakon rahmat opajon. Ilohim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunday kunda albatta Xola gapiringlar. qaynotalaringiz, qaynosingillaringiz marhamat uchun. Tabriklayman, sizlarga kirang, oilangiz boshiga sog' bo'lib yuring, iloyim. Hammangizga rahmat. Albatta kattakon rahmat aytamiz. Agar sizlar ijozat bersalaringiz ozgina vaqtlaringizni olamiz deyman. Chunki mana shunday kunda sababchilar uzoq yurtlarda yuribdi albatta. Shular uchun akajon bir chiroyli bir she'r satrlarimiz bor edi. Barchalaringizga o'qib eshittirmoqchimiz. Rejalar deb olis yurtda yurganlar. Bolam deya o'z rizqini terganlar. Niyat qilib uyga borsam to'y qilaman deganlar. Musofirda yurgan do'stlar, Alloh sizni asrasin. Hamyoningiz halol pulga liq to'lsin. Martabangiz ulug' bo'lsin, zo'r bo'lsin. Ota-onangiz baxtingizga sog' bo'lsin. Musofirda yurgan do'stlar, Alloh sizni asrasin. Qanday kunlar boshingizdan o'tmaydi-ya. Ne o'tsa ham uydagilar bilmaydi-ya. Til uchida so'rashadi sizdan hol ahvol. Musofirda yurgan do'stlar, Alloh sizni asrasin. O'zga yurtda sizni qiynar birgina narsa. Har kuning
O'g'illaringiz albatta musofirda sizlarni yo'qlabdilar. Ilohim ularni Alloh yo'qlasinlar. Ilohim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Ishlariga Alloh omonat, ilohim mana shunday omonatli kunlarni hadya etsinlar deymizda, sizlarni albatta barchalaringizni xursand qilishlik uchun chiroyli qo'shiqlarimiz bor. Barchalaringizni go'zal raqslarga taklif etamiz. Marhamat azizlar, sizlar uchun albatta ushbu qo'shiqimiz. Davlatim otam bor, davlatim otam bor, ahlining mehribon otam bor. Yonimda yurarlar, meni yaxshi ko'rarlar, akam bor. Davlatim otam bor.
yarası Derdimni davası Senden hiç anlayman Başımın karası Başımın karası Derdimni davası Senden hiç anlayman Başımın karası
bo'lib barcha